ayollarimiz nimaga narsist erlar, narkoman, ichadigan, chekadigan, ularni bir umr azoblab, qadriga yetmaydigan erkaklar bilan haligacha yashashadi, qiynalib, azobda, bilasizmi? Hozir bitta podkastda eshitdim. U yerda miyani funksiyalari, mexanizmlari haqida gapirilganda, qarang. Miya uchun sinalmagan narsa qo'rquv hisoblanadi-da. Ya'ni qo'rqadi u uchun yaxshilik bo'lsa ham, lekin miya uchun yengillik-ku. Shuning uchun qo'rqadi u ish qilishdan. Ya'ni o'sha ayol kishini o'sha yashayotgan hayoti, o'sha eri u uchun, miyasi uchun уже как бы normaga aylanib bo'lgan. Uni biladi, erini soat nechida kelib, necha marta urib, qanaqa jarohat yetkazishigacha miya уже bilib bo'ladi. Uni tashlab boshqa yangi hayot qilish, o'zini ustida ishlash yoki nimadir o'qib, ilm olib, o'shani eri bilan birga yashab tatbiq qilish, shunaqalar qilish miya uchun yengillik. Bu miya yengillikdan qo'rqadimi? Egasini как бы xavfdan saqlaydi. Yengillik miya uchun xavf hisoblanadi. Xoh u xayolda bo'lsin, xoh u hayotda bo'lsin. O'shaning uchun eringiz shunaqami? Eringiz shunaqa yomon sifatlari bormi? O'zingiz ustingizda ishlashga qo'rqyapsiz, nimadirlar qilishga qo'rqyapsizmi? Bu miyani funksiyasi. Ya'ni o'sha qo'rquvingizga borishingiz kerak. Ya'ni o'sha qo'rquvingizni qilib miyaga bu normaligini, miya uchun yengillik, qo'rquv emas, balkim yaxshilikligini ko'rsatish uchun siz imенно qo'rquvingizga, o'sha o'zingiz ustingizda ishlashingizga borishingiz kerak. Buni kimga jo'natishingizni o'zingiz bilasiz.